aytdim. Xullas do'stlar, bizda ajoyib masalliqlar nima tayyorlaymiz? Bizda nafaqat ajoyib masalliqlar, bizda ajoyib mehmon. Bilmaslikka olishimni qarang. Xuddi bilmagandek, men sizga syurpriz qilamanmi endi? O'zingizni ishingiz. Bo'ldi. O'zim aytaman do'stlar, demak bugun bizning mehmonimiz Filippindan ajoyib mehmon kelganlar. Bu ayol mening xodimim. 1 oy bo'ldi bizning uyda yashayaptilar va ishlayaptilar. Bolalarimga enaga. Ular faqat ingliz tilida gapiradilar, lekin Filippin tilida ham savollar beramiz. Albatta. Biz nimaga taklif qildik? Hamma hayron qolishi mumkin, chunki yaxshi taom tayyorlash qobiliyatiga ega. Sababi Filippinda va Singapurda restoranlarda shef-povur bo'lib ishlaganlar. Oshpaz. Menimcha nafaqat bizni teletomoshabinlar, bizga ham juda qiziq. Menga juda qiziq, chunki men bilasiz, ovqat har xil yangicha taomlarga juda ham qiziqaman qiziqasiz. Va